Mana kalta kiyinadigan qizlar haqida gapiryapsiz. O'smir yoshda mana qiz bola endi katta bo'layotganda e'tibor bersangiz, даже o'zimni qizimda ham hali kichkina bo'lsa ham oynaga ko'p qaraydi, ko'p pomadalar qiladi, ko'p laklar qiladi, har xil kiyimlarni kiyadi, kabluklar kiy boshlaydi. O'sha paytda biz zapret qo'yamiz. Ko'p onalar xatosi, jirtirlab ketma, nima yurish bu, hali kichkinasan, pomadaga nima bor, ko'zingni bo'yashga nima bor deb urishamiz-ku. Endi ayoligini tanib, o'ziga ayol munosabat berishni boshlagan payt. Даже o'smir yoshda ham shunaqa harakatlar qilasizlar. Birinchi qizlar qilgan cho'ka kesish. Bizda ham bo'lgan, menda ham bo'lganda zo'r urush eshitganman o'sha payt, gap eshitganman, qilganimda so'ramasdan. Zapretlar qo'yamiz-ku. O'sha paytda u ayoligini tanib ochilayotgan paytda qizlarni yopishsa, yopib qo'yishadi-ku. Keyin hozir gapira olmaydi, onani boshqaruvda gap qaytara olmaydi, jahli chiqishi mumkin, ichiga yutiladimi? Endi u katta bo'lgan his qiladi-da. Endi bemalol onaga ham gap qaytara oladi, bemalol ochiq-sochiq kiyinadi. Menga vaqtida ruxsat bermaganda endi men bilganim qilaman. Bu qiz bilan onaning munosabati bolalik o'smir yoshida kantak yaxshi bo'lmagan oqibatida. Shuning uchun ham ko'p onalar aytadi, mana balog'at yoshda qizim boshqara olmayapman, yigitlar bilan gaplashib ketyapti, aytganimni qilmayapti.